Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. A, Endi bugun sizlar bilan yana operatorlar mavzusini davom ettiramiz. Taqqoslash operatorlari. Keling, taqqoslash operatorlarini birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchisi ikkita tenglik, keyin uchta tenglik. Bularni bir-biridan nima farqi bor? Mana bu belgilar nima? Bularni ham o'rganamiz. Katta, kichik, bu katta, kichik yoki teng, bu katta yoki teng belgilar. Matematikadan bilimingiz yaxshi bo'lsa agar, bularni qiynalmaysiz o'rganishda. Xo'p, keling, demak, kodga o'tamiz. Ee, Birinchi o'rinda o'zgarishlar berib olamiz. Let, misol uchun, A degan son bizda 10 ga teng. Va let B degan son bizda keling 8 ga teng bo'lishi mumkin. Xo'p, ana endi keling konsol nuqta logga chiqarib ko'ramiz. Konsol nuqta log A teng B. Ya'ni ikkita tenglik. Ikkita tenglik nimani bildiradi? Agar A B ga teng bo'lsa, mantiq true qaytaradi. Agar A B ga teng bo'lmasa, mantiq bizga false qaytarishi kerak. Xo'p, keling buni ko'rib olamiz. Bizda mantiq false qaytardi. Rostdan ham, chunki 8 18 ga teng emas. Buni javobi aniq edi. False. Agar teng bo'lganda edi, misol uchun keling, A bu yoqda 10 bo'lsa, B ni 10 ga tenglab qo'yamiz. Agar A 10 ga teng bo'lsa, o'sha bizda true qiymat qaytaradi. Ups, hop, qaytamiz orqaga. Demak, buni tushundingiz deb o'ylayman. Endi uchta tenglikni ko'ramiz. Uchta tenglik. Misol uchun, A soni bizda 10 ga teng va uni A sonini 10 ga tenglayapman. Bu yoqda yana true. Uchta tenglik ham demak bizda true qaytardi. Keling, uchta tenglik haqida o'rganib o'tamiz. Uchta tenglik bu ikkita tenglikning qat'iyroq rejimi. Hozir sizga farqini ko'rsataman. Keling, uchta tenglikda mana bu 10 sonini stringdagi, ya'ni matnli 10 soniga o'tkazib qo'yaman. Ana endi bizda bu false qaytaradi. Nima uchun? Chunki A bu yerda uning turi number, lekin bu yoqda esa uning turi string. Number stringga teng emasligini bu yoqda inobatga oladi va false qaytadi. Agar buni ikkita tenglik qilib qo'yadigan bo'lsak, bu true ga aylanadi. Agar ikkita tenglik bo'ladigan bo'lsa, tushunishimiz mumkin. Shunchaki raqamlarni tenglashtiradi, bo'ldi. Qiymatlar tengmi? Teng bo'ldi. True qaytaradi. Ammo uchta tenglikda raqamlarning qiymati va ularning tiplari ham, ya'ni turlari ham, ma'lumot turlari tekshirilar ekan. Xo'p, menimcha uchta teng va ikkita teng farqini bilib oldingiz. Endi keling, keyingi misolga o'tamiz. Undov va undov teng belgisi. Keling, shuni ko'rib olamiz. A va B, ular orasida esa undov belgisi bor. Bu nima degani? Bu belgi teng emas degan ma'noni anglatadi. A B ga teng emas. Rostdan ham A B ga teng emasmi? To'g'ri, 18 ga teng emas. Demak, bizda natija nima bo'lishi kerak? True qaytish kerak bo'ladi. Mana bizda natija true qaytdi. Xo'p, demak bu teng emas belgisi ekan. Juda yaxshi. Endi bunda ham qat'iy rejim bor. A B ga teng emas, yana true qaytadi. Keling, ataylab tenglashtirib ko'ramiz. Mana o'rniga keling 10 yozib ko'raman. Stringda, ataylab stringda yozdim. Bu yoqda true qaytdi. Nima uchun? A 10 ga teng, bu ham 10 ga teng, lekin buni turi stringda bo'lgani uchun raqamdagi 10 va stringdagi 10 bular ikkalasi teng emas deyapti va bu bizga true qaytaryapti. Keling, buni ham numberga qaytaradigan bo'lsam, ana endi bu false qaytadi. Chunki sen aytyapsan 10 va 10 soni bir-biriga teng emas deyapsan. Bu esa noto'g'ri mantiq degani deyapti. Tushunishingiz mumkin. Xo'p, keyingilari kichik, katta, kichik yoki teng, katta yoki teng belgilarini ko'rib o'tamiz. Misol uchun A soni 10, 10 kichik 10 dan deyapman. Bu albatta false, chunki 10 10 dan kichik bo'lmaydi. Ammo kichik yoki teng desam, bu to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yoqda bir emas, endi ikkita shart bor. Yo A soni 10 dan kichkina bo'lsin yoki teng bo'lsin.
Bu yoqda kichik soni kichkinaligi qanoatlanmasa ham teng bu yoqda qanoatlanyapti. O'shaning uchun bizda true qaytadi. Ana endi katta yoki tengi ham xuddi shunga o'xshagan misol. Bu yoqda yana false qaytadi. Chunki a soni 10 dan katta emas. Endi katta yoki teng degan buyruqni beradigan bo'lsak, bu yana true qaytadi. O'zingiz yana sinab ko'ring ko'proq misollar bilan. Xo'p, bizda mana shu taqqoslash operatorlariga mavzumiz, darsimiz shu edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha